Assalomu alaykum. Ushbu loyiha Agrobank ATB Zafarov filial hamkorligida Jizzax viloyati Zafarobod tumanining Nurafshon shaharcha fuqarolar yig'ini 1766-sonli konturida amalga oshirilmoqda. Bu yerda 10 gektar xon mahsuloti ekilgan bo'lib, bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirgi kunda ekin holati ekinlar unib yetilgan bo'lib, bozor rastalariga sotilmoqda. Har bir gektardan 40 tonnadan qovun mahsuloti yetishtirilmoqda. Ushbu loyihaga 20 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan bo'lib, har bir dehqon xo'jaligi uchun o'rtacha 50 sotikdan yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Hamid Olimjon tomorqa xizmati biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 20 tonnadan jami 400 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olinganidan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turi ekish orqali yer egalarining daromadlarini oshirish rejalashtirilgan.